Ladies and gentlemen, after this very useful overview of the existing legal framework, as well as 9-cı növbətlik Azsallıqlar Munbiri 2016 yılı 24 noyabr BDT'de başlandı. Onunğa nopos, til və din qatarlıq sahələrdə yoxuluş xəvfiga duch kelayotgan millatlar vəkil xarakterli qatnashadigan xalqaro kishilik huquq insonparvarlik tashkilotlarining vakillari BDTga a'zo davlatlarning vakillari jam bo'lib, azsalliqlarning dardini tingshaydigan va qo'llanish zarur bo'lgan tadbirlar muzokara qilinadigan muhim yig'indir. Ma'lum bo'lishicha 2016 yili 9-cı qatimliq Azsalliqlar Munbirining 25 noyabr kunidagi navbatida Uyg'urlarga berilgan so'z qilish fursati yana bir qatim to'sqinlikqa uchragan. Ammo ko'p sonliqlarning qo'llashi bilan yana g'alaba qilgan. Sur leur territoire respectif et favorise l'instauration des conditions. Yig'in boshlanib 25 minut bo'lganda Uyg'urlarga so'z qilish navbati keldi. Thank you. I call upon World Uyghur Congress. Thank you. I'm speaking on behalf of the World Uyghur Congress to bring the forum's attention to the legal environment in which the Uyghur people in China currently find Dünya themselves. Uyghur Qurultayıning vakili Peter Zetay apandi sözünü Uyg'urlarga qartilgan diniy bostirish siyosatidan boshladi. Dal shu chog'da Xitoy vakili Dünya Uyghur Qurultayini bo'lgunchi va terrorist tashkilot deb aybladi va yig'in hay'atidan Uyg'urlarning so'z qilish huquqini elib o'tishni talab qildi. Shuning bilan talash tortish boshlanib ketdi. Kuba, İran, Misr va Indoneziya qatorliq davlatlar Xitoy tarafdorligini qildi. Irlandiya, Avstriya qatorliq davlatlar Uyg'urlarni qo'lladi. Shunda qilib 25 minut davom qilgan tortishishdan keyin Xitoy mag'lub bo'lib, Uyg'urlar vakili so'zini davom qildi. From the perspective of the Uyghur community. Such broad differences in treatment between minority communities in China and the rest of the population signals a purposeful discriminatory policy that is Dünya effectively Uyghur Qurultayıning criminalizing your katibi life. Dolqun Eysa apandi ziyoratimizni qabul qilib, tafsiliy ma'lumot berdi. Şərq Türkistan'da Xitay'nınki epirvatqan dini, milli, til cihetdeki, medeniyet cihetdeki qırğınçılıkları 2016 1. ayının 1. günü yol qoyğan terrorizm kanunu dairesi boyunca qattiq bastırış epirvatqanlığını, Uyg'urlarning bütün hareketlerin terrorizm kategoriyasi boyunca cəzalaştırışıyatqanlığını, bunun dünyanın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ciddi dikkat qilish tegishli mesele bo'lganligini, bu xil bastırış sebebinden nurg'unlagan Uyg'urlarning o'z makonidan ayrılışga mecbur bo'layotganligini, şu sebepten bir kısım Şarkı Janubiy Asya devletleriga insanlarımız keçip çıkan, ularning bir kısım saq salamet başka bir devletlerge oruluş algan bolsun, ama bir kısım devletler mesela Taylandning 109 nefer kardeşimizden Xitoy qaytırıp bergen, ularning mutlak ko'p qismining hozirgacha hayotining nima bo'lib ketganligi haqida hozir qadar qo'limizda hech qanday bir uchurning bo'lmaganligi, hozir qilib qolgan yana bir qism insonlarning Tayland saqchilarining, hukumatlarining mayli davolanish nuqtai nazaridan bo'lsin va yoki turmush nazaridan bo'lsin, qattiq qo'lliq bir siyosati bilan u yerda azap chekayotganligi, bularni bir boshqa bir xotirjam bir davlatga o'rilish huquqining borligini qatorliq masalalarni bu yerga o'tirib qo'yib o'tdik. Ammo demak bu yerda biz so'z eppo'g'ichi Xitoy hukumati darhol bu yerda norozilik bildirib, Dunyo Qurultayı bo'lgunchi tashkilot, terrorist tashkilot, bu tashkilotning bu yerda so'z qilish huquqini ep tashlash kerak, BDTga yig'inlar qatnashish huquqini bermaslik kerak. Bu yerda bu munbardan foydalanib siyosat qilib bo'lgunchilik harakati shug'ullanyotdi. Bizni u yerdan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Buningga bir qism davlatlar hamkorlashdi, Xitoyning qo'lladi, ammo bir qism demokratik mamlakatlar Avstriya, Shveysariya, Finlandiya, Irlandiyaga o'xshaydigan davlatlar so'z qilib, bizning so'zimizni davomlashtirishni talab qildi. Shuning bilan biz so'zimizni oxirgi davomlashtirish fursatimiz bo'ldi. Shunday qilib, nimada Uyg'urlarning ovozini yana bir qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'da kun tartib kelish nuqtai nazaridan natijalik oxirlashdi. Only through constructive dialogue and genuine progress be made, and that's something we urge China and all UN members. Shunda qilib 9-cı navbatlik Azsalliqlar Munbirida Uyg'urlarning ovozi yana bir qatim dunyo sahnasiga chiqdi. Thank you. I call upon African